Tog'lar, mangu qoyalar, ko'kka bo'y cho'zgan ona tabiatning ushbu go'zalliklari azalda ham, hozirgi kunda ham barchani birdek o'ziga maftun etib keladi. Bu bejiz emas albatta. Negaki bu singari maskanlardagi mo'jizalarni aytish mumkinki, biror bir qalb sohibi yaratish imkoniga ega emas. Balkim shundanmi? Maftunkorlik, o'ziga xoslik, bularning bari qalblarimizga ajib bir hissiyotlarni inom etadi. Aslida ko'zimizni quvonchga to'ldiradigan bunday maskanlar maftunkor va betakror O'zbekiston deya ta'rif berilayotgan bizning mamlakatimiz hududlarida nihoyatda ko'p. Hisortog' tizmalari ulardan biri bo'lib, Surxondaryo viloyatining shimoliy sharqiy qismini to'laligicha egallagan. Ta'kidlab o'tganimizdek, bunday joylardagi tog'lar, toshlar, osmono'par qoyalar bir-biridan salobatli, bir-biridan go'zal. Ularga boqar ekansiz, hikmatlar majmui qamrab olinganligini his etamiz. Kengliklarda yastangan tog'lar bag'ri va undan sizib tirqirab chiqayotgan zilol suv zarachalari, aslida bular ham ona tabiatning ajralmas bir qismi, butun bir yaxlitlikni mujassam etadi. Yerga shitob bilan sho'ng'iyotgan sharshara suvlari inson qalbini maftun etishi bilan nodir. Bu yerda bo'lgan insonlar bir daqiqadayoq hududning naqadar mo'tadil ekanligini anglaydi. Ana shunday baland qoyalar ko'ksidan, misoli elakdan sizilib chiqayotgan oppoq un kabi pastliklar sari shoshib pishib otilayotgan obi hayot zarachalari qalblarimizga taskin berib, ajabtovur hissiyotlarni namoyon eta boshlaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, odamzod doimo tabiatning ana shu kabi manzillari sari talpinib yashaydi. Osmon va falakdan yerga sho'ng'iyotgan suv zarachalari, atrofda esayotgan mayin shabodalar, sayroqi qushlarning chug'ur-chug'uri, yurtdoshlarimizning u yoqdan bu yoqqa yurib bir-birlariga samimiy tabassum bilan yaxshiliklar, ezguliklar, vatanning ana shunday musaffo joylari haqidagi fikrlari, bularning hammasi bir joyga yig'ilib, go'yoki sangarzakda tabiat simfoniyasi ijro etilayotganga o'xshaydi. Ming yillik qoyalar bag'ridan tirqirab oqayotgan chashmalardan tarkib topgan oqim oftob nurlarida kamalakdek jilolanib, shunday bir go'zallikni namoyon qiladiki, unga qarab to'ymaysan kishi. Yozning chillasi bo'lmasa-da, quyoshning issiq taftidan biroz bo'lsa-da orom olishga intilayotgan yurtdoshlarimiz go'zal va betakror hududlarni tomosha qilish uchun qolaversa manzarali giyohlarni kokili-yu barglarni yuvayotgan zilol suvlar bo'yiga talpinadi. Bundan ularning bag'ri dili ochilibgina qolmay, sovuq, etni junjiktiruvchi buloq suvlardan qonib simiradi. Uni ko'rib entikadi, yuraklar hapriqib ketadi. Ana shunday ming turli nag'malar og'ishida jilg'alarga aylanayotgan obi hayot oqa keng dalalarni suvga bo'lgan ehtiyojini ham qondiradi. Shu maskanda umrguzoronlik qilayotgan kishilarning ta'kidlashlaricha, shundoq tog'larning narigi tomondagi yo'llar kishini bevosita qadim Kesh, ya'ni Shahrisabz tomon eltadi. Aytishlaricha, Sharsharaga Hazrati Sulton qoyalariga qishda yoqqan qorlarning erishi natijasida paydo bo'lgan suvlar obi hayot bilan ta'minlar ekan. Demakki, bu qadim tog'lar, bu mahobatli qoyalar ikki viloyatni bir-biridan ajratib turuvchi vosita vazifasini ham o'tab kelmoqda. Bir maromda tog'lar ko'ksidan otilib chiqib, zamin sari talpingan chashma suvlariga e'tiboringizni qaratar ekanmiz. Shoirlarning so'zlari bejizga qalblarning nidosi bo'lib, otilib chiqmasligiga yana bir karra amin bo'lamiz. Asrlarni ortda qoldirgan baland qoyalar, shamollar shashtiga dosh berib, qanchadan qancha tarixiy voqealarning guvohi bo'lmagan deysiz. Xuddi ana shu guvohlik bugun suv zarachalari orqali yuvilib,
yangicha ko'rinish bermoqdaki, unga tikilib ona tabiatning bebaho mo'jizasi oldida lol qolmasdan ilojimiz yo'q. Bu qaysidir ma'noda hali hech kim e'tibor bermagan va hech kim ayta olmagan qo'shiqlarni kuyga solishga, uni xirgoyi qilishga intila boshlaymiz. Bu intilish esa hammamizga tanish bo'lgan o'sha aziz va muqaddas vatanga bo'lgan mehr va muhabbat tuyg'ularidir. Jo'raqul Tursunov, Sobir Shohimardonov turizm qishlog'i maqomini olgan Sangardak qishlog'ining sharsharasidan maxsus tayyorlandi.